Jizzaxda korxona 2 milliard so'mlik tabiiy gazdan o'g'rincha foydalangani aniqlandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Jizzax viloyatida 2 milliard so'mlik tabiiy gazdan o'g'rincha foydalangan korxona aniqlandi deb xabar bermoqda Hudud gaz ta'minoti. Qayd etilishicha, barcha hududlarda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlash va huquqbuzarlikni oldini olishga qaratilgan tezkor tadbirlar davom etmoqda. G'allaorol tumanida o'tkazilgan mana shunday reyd vaqtida qonuniy buzilish holati fosh etildi. Holat yuzasidan dalolatnoma tuzilib, gaz sarfi qayta hisob-kitob qilindi va 2 milliard 46 so'mlik zarar aniqlandi. Noqonuniy holat bo'yicha barcha hujjatlar huquqni muhofaza qilish organlariga yuborildi. Gaz o'g'irlayotgan ohak sexlari mart oyida Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida 4 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan yashirin ohak sexi fosh etilgan edi. Aprelda esa Farg'onada 69,4 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan ohak sexini aniqlagan edi. May oyida esa yana Farg'onada 289 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib, ohak sexi tashkil etganligi aniqlangan edi. Avgust oyida Samarqandda 3,3 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib, ohak sexi tashkil etilgan edi. Gazdan noqonuniy foydalangan nonvoyxonalar: Namangandagi nonvoyxonada 273 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanganligi aniqlangan edi. Shuningdek, Jizzaxda qariyb 700 million so'mlik gazdan noqonuniy foydalangan nonvoyxona aniqlangan edi. Bundan tashqari Farg'ona viloyatida 5 ta nonvoyxona tomonidan 775 million so'm ziyod tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlangan edi. Shu bilan birga Urganch tumanida 2 milliard so'mdan ziyod tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan MCJ aniqlangan edi. Bundan tashqari Samarqanddagi nonvoyxonada 621 million so'mlik gazdan noqonuniy foydalanishgan edi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.